qilishni bilmay qoldim. Qaynonam mendan o'g'illarini qizg'anadi deb yozib qoldi bir kuzatuvchim. Kelin bo'lib tushganimga mana 2 yil bo'libdiki, qaynonam hech menga yaxshi muomalada bo'la olmadilar. O'tirsam o'poq, tursam so'poqman. Hech bir ishim qaynonamga yoqmaydi. Har ikkita gaplarimni birida o'g'limni senga berib qo'ymayman, seni shu uydan yo'qotaman deyaveradilar. Uyimizdagi har kungi janjal va ko'p siqilishlarimdan birinchi homilam bu yorug' olamni ko'rmay nobud bo'ldi. Shuncha urush janjal va kamsitishlarga ham chidab keldim. Lekin endi qaynonam menga tuhmat qilishga o'tdilar. Ko'rmagan va bilmagan, olmagan narsalarimni oldiga chiqarib, o'g'irlikda meni ayblashni boshladilar. Bir kun ertalab hamma ishlarimni qilib oldim. Qaynonam yonlariga chaqirdilar. Boring kelin, ozroq xonangizga kirib dam oling dedilar. Bu gapni eshitib sevinib ketdim. Chunki qaynonamdan hech bunday gap chiqmasdi va xonamga yo'l oldim. Xonamga kirib, charchaganimdan biroz ko'zim ilinib qolibdi. Yarim soat o'tar-o'tmay baqir-chaqirdan uyg'onib ketdim. Darhol o'rnimdan turdim va bu janjallarning sababini bilish uchun xonamdan chiqdim. Qaynonam turmush o'rtog'imga meni yomonlab baqirayotgan ekanlar. Bu kelin faqat uyquchi, chiqib xizmat qilay demaydi. Kelin olsam ham xizmatda o'zim. Bu kelindan bir yaxshi tomoni yo'q, qo'li egri. Yo'qot buni deb baqirayotgan ekanlar. Turmush o'rtog'imga vaziyatlarimni tushuntirishga harakat qildim, lekin turmush o'rtog'im meni umuman eshitishda, tinglashni xohlamadilar. Uyingga ket, sen bilan yashashni xohlamayman degan gapni eshitdim. Nima qilishni bilmay qoldim. Ketsam bu uyga qaytib kelmasligimni bilaman. Ajrashib ketishni ham xohlamayman. Menga maslahat berishingizni xohlayman deb yozibdilar bir kuzatuvchi.